sotuvlarni birinchi mahsulotni qilib bo'lib, ko'pchilik o'ylaydiki, mana yangi asoschilar ko'p o'ylaydiki, birinchi men masalan qilayotgan programmamni, dasturimni yaxshilab qilib olaman deb 1 yil, yarim yil shunga puxta vaqt ajrataman deb keyin sotishni boshlayman deb o'ylaydi. Shu o'ylash noto'g'ri. Sotuvni birinchi kunda hali mahsulot tayyor bo'lmasdan boshlash kerak. Masalan, agar men aytaylik CRM bo'yicha programma qilyapman, dastur qilyapman, shu dasturni sotmoqchi bo'lsam, yoki qanaqadir Telegram bot qilyapman, qanaqadir bir biznes masalasini yechadigan. Shu sotuvni hali dastur qilmasdan oldin borib sotishim kerak. Qanaqa sotsangiz bo'ladi? Biz shunaqa dastur ustida ishlayapmiz. Mana shu dasturimiz taxminan shuncha vaqt tayyor bo'ladi. Sizga shunaqa dastur masalan shu masalalaringizni hal qiladi. Shu qiziq bo'larmidi deb keling masalan qancha pul to'lardingizmi yoki mana shunaqa pul to'laysizmi, keling shartnoma qilaylik degan ma'noda borib oldindan gaplashishingiz kerak. Oldindan sotishga harakat qilishingiz kerak. Balki siz qilayotgan narsaga talab bozorda yo'qdir. Shuning uchun sotuvlarni birinchi kundan boshlash kerak. Hali qilayotgan produktingiz yoki servisingiz tayyor bo'lmasdan oldin. Va bu sotuvlar biznesni aytganimdek eng asosiy qismini tashkil qiladi. Sotuvlarni doim qilish kerak. Ya'ni siz o'tda uchrashyapsizmi, kafeda uchrashyapsizmi? Yaxshi asoschilar bular yaxshi sotuvchilar hisoblanadi. Ular o'rtoqlariga, do'stlariga, yaqinlariga, uchrashgan odamlariga, restoranda uchrashdimi yoki bo'lmasam to'y hashamda uchrashdimi, ertalab oshda uchrashdimi yoki bo'lmasam konferensiyada uchrashdimi, sotishni yaxshi biladi va sotishga harakat qiladi. Va shu sotish natijasida biznesini rivojlantirishga harakat qiladi. Agar siz sotishni bilmasangiz, sotishni yomon ko'rsangiz, bu biznesingiz o'xshamasligiga yoki bo'lmasam siz tadbirkor sifatida qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishish qiyin bo'lishiga sababchi bo'ladigan bitta katta faktorlardan biri. Shuning uchun sotuvni qachon boshlash kerak desa, hali biznes boshlamasdan boshlashingiz kerak sotuvni. Sotuv eng birinchi boshlanadigan narsa. Agar siz sota olsangiz, keyin u sotilgan kelishuvlarga tezroq shu produktingizni qilasiz, tezroq servis berasiz va siz real klient bilan gaplashasiz. O'zingiz o'ylab topgan yoki bo'lmasam fantaziyangizdagi qanaqadir bo'lishi mumkin bo'lgan klientlar bilan gaplashmaysiz. Eng yaxshisi kimgadir narsa sotib qo'yib, pulini olib qanaqadir qismini o'sha kontrakt bo'yicha yoki bo'lmasam shu shartnoma bo'yicha shu mahsulotni ishlab chiqish yoki bo'lmasam servisni yaratish maqbul hisoblanadi. Shu aytganimdek, eng asosiy sotuvchi biznesda bu asoschini o'zi. Asoschi yaxshi sotib bilishi kerak. U sotayotganda bilasizlarmi nimalar sotadi? Faqat tovarini yoki bo'lmasa xizmatini sotmaydi. U bo'lajak ishchilar yoki bo'lajak xodimlar uchun kompaniyada ishlash imkonini sotadi. Ya'ni kompaniyani sotadi. Masalan, agar asoschi yaxshi yoki kuchli bo'lmasa, yaxshi sota olmasa, unga yaxshi ishchilar kelmaydi. Bu yaxshi ishchi xodimlarni ishga olisham degani, bu ularga shu kompaniyani yaxshi taqdim qilib, yaxshi sota olish degani. Yoki bo'lmasam yaxshi partnyorlar kelmaydi. Siz yaxshi sota olmasangiz, siz bilan sizga sotuvchilardan yaxshi narxlar ola olmaysiz. Masalan, sizni kompaniyangiz qanaqadir mahsulotlarni qaysidir kompaniyalardan oladi. Ular bilan shu yaxshi bir muzokara o'tkaza olmasangiz, nimaga sizni kompaniyangizga arzonroq sotish kerakligini tushuntirib bera olmasangiz, siz kattaroq foyda ola olmaysiz. Va yaxshi sotish olmasangiz, siz investorlarni o'zingizga jalb qila olmaysiz. Shuning uchun sota olish qobiliyatini doim rivojlantirish kerak va bunga o'qib, o'rganib, o'z ustida ishlab erishish mumkin. Keyin bitta narsani tushunish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, "Men sotuvchi bo'lamanmi? Men kompaniyaning direktoriman" deydi. Sotish uyatli ish emas, sotish faxrli ish. Va aytganimdek, hamma shu harakat qilish kerak, qo'ldan kelgancha shu sotuvlarni o'rganishga. Buni hech qanaqa uyat joyi yo'q. Siz sotuvlar bu, agar halol sotsangiz, bu halol ish va bu yerda yaxshi sotuvlar orqali siz ham baraka topasiz, sotib olgan odamlar ham baraka topadi. Keyin sotuvlarda faqat siz gapirishingiz kerak ekan ko'pchilikda fikr bor. Bu noto'g'ri fikr. Sotuv bu asosan eshitish degani. Sotuv bu mijozni tinglash. Chunki mijozni tinglamasangiz, siz boshqa yo'nalishda gapirayotgan bo'lishingiz mumkin. Mijozni og'rig'i boshqa joyda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq mijoz gapirsa, o'zini nima xohlayotgani, o'zini og'rig'ini gapirsa, siz og'riqqa yechim berishingiz mumkin. Shuning uchun eng yaxshi sotuvchilar bu 70% vaqtini shu sotuv davrida
eshitishga bag'ishlaydi. Mijozga ochiq savollar beradi va mijozlarni ko'p gapirtiradi. Mijozlarni ko'p gapirish natijasida u mijozni og'rig'ini biladi va o'sha og'rig'iga mana shu masalangizni yechish uchun biza shunaqa narsa beryapmiz desangiz, u o'zi gapirgandan keyin, o'ziga yechim topgandan keyin tezroq pulini berib, masalan, shu og'rig'ini yechishga harakat qiladi. Shuning uchun ko'proq siz mijozni eshitishni o'rganing va mijozga ko'proq savol berishni o'rganing. Bu savollar berishga tayyorgarlik qiling. Bu bittada kelmaydi, bu ko'p vaqt trenirovka qilish natijasida shu bir xususiyatlar insonda paydo bo'ladi. Biz hammamiz gapirishni yaxshi ko'ramiz, lekin eng asosiy odamlarda, masalan, liderlarda yoki bo'lmasam sotuvchilarda mahorat bu eshitish mahorati. O'zingiz eslab ko'ring, atrofingizda eng yaxshi o'rtog'ingiz yoki bo'lmasam dugonangiz bu kim? Bu sizni eshitishga tayyor bo'lgan o'rtog'ingiz, bu sizni eshitishga tayyor bo'lgan dugonangiz va ular masalan bitta gap gapirsa ham, keyin hurmat bilan eshitasiz, chunki ular sizni shuncha vaqtini berib va e'tiborini berib eshityapti. Shuning uchun odatda nima bo'ladi? Sotuvchilar yoki bo'lmasam kompaniya rahbarlari mijozni uzoq vaqt eshitib, ularni aktiv eshitib, passiv emas, ha deb turmasdan, balki aktiv eshitib, qiziqib eshitgani uchun mijoz minnatdorchilik sifatida shu o'zini pulini beradi va nimadir sotib oladi. E'tibor bering, qanaqadir do'konlarga kirganingizda agar siz bilan juda muloyim gaplashib, sizga juda ko'p xizmat qilgan qanaqadir bir sotuvchini ko'rsangiz, nimadir olmasdan chiqib ketishga uyalasiz ham o'zingiz. Chunki u sizga juda e'tibor berdi, sizni eshitdi, nima xohlayotganingizni, sizga yordam berishga harakat qildi va nimadir kichkina narsa bo'lsa ham sotib olasiz, ya'ni minnatdorchilik sifatida. Shuncha qilgan mehnatiga. Shuning uchun yaxshi sotuvchilar bular mijozni eshituvchi va mijozga yordam berishga tayyor bo'lgan insonlar. Keyin yana bitta narsani tushunish kerak, sotuvni yo'lga qo'yishdan boshlab doim uni o'lchab borish kerak. Sotuv bu metrikalar, sotuv bu raqamlar va bu sotuvlarni o'lchash orqali siz qayerda yaxshi sotayotganingiz, qayerda kamchiliklar qilayotganingiz, mana shu narsalarni bilishingiz mumkin. Keyin sotuvda konversiya degan tushuncha bor. Masalan, sizga misol keltiraman. Sizni sotuvingiz bir qancha etaplardan iborat. Aytaylik, bizda IT ko'nikmalarini o'rgatish bo'yicha o'quv markazi. IT ko'nikmalarini o'rgatish bo'yicha o'quv markazi qanaqa qilib sotadi? Demak, buni sotishi uchun bu IT o'quv markazi reklama beradi. Reklama berganda aytaylik 50 ta odam qiziqib telefon qiladi. Demak, bu varonka deymiz. Masalan, 50 ta lead keldi. Lead degani 50 ta odam qiziqdi. Bu qiziqqanlardan masalan telefon qilyapsiz. Assalomu alaykum, masalan, sotuv menejeringiz bor. Assalomu alaykum, siz mana shu masalan PHP ni tilini o'rganishga qiziqqan ekansiz. Biz shunaqangi o'quv markazidanmiz. Keyingi bilasiz, masalan, darrov sotsangiz mijoz olmasligi mumkin. Nima qilasiz? Keyin bepul webinar yoki bepul master klassga taklif qilasiz ularni. Ular kelib tanishish kerak o'quv markazi bilan. Aytasiz, bizda masalan keyingi chorshanba kuni bepul master klass, ya'ni bepul dars bo'ladi o'quv markazimizda. Shunga yozilishni xohlaysizmi? Bepul eshitib ko'rasiz. Birinchi darsimiz tekin deysiz yoki birinchi ikkita darsimiz tekin deysiz yoki 3 ta dars tekin beramiz deysiz. Buni endi siz eksperimentlar orqali bilasiz. Demak, 50 ta qiziqqan odamdan telefonini qoldirgan odam aytadiki, "Yo, meni vaqtim yo'q edi, yo, men bizga uzoq ekan" deydi, yo masalan bora olmayman deydi. 30 tasi qiziqib keldi. Demak, birinchi varonkangizda 50 ta edi, keyin 30 tasi sizga keldi. 30 ta kelgandan keyin birinchi darsga qatnashgandan keyin ko'rdi, sharoitlarni tushuntirish, atrof muhitni, xonalaringizni va ketdi. Shu yerda vaqtda bir 15 tasi shu joyi o'zida "Men shu o'quv kursiga yozilmoqchiman" dedi, masalan, pul to'ladi. Yoki bo'lmasam yozilaman dedi, ketdi. Shunda siz qolgan 15 tasi bo'ldi, qiziqmadi, ketdi deyishingiz noto'g'ri. Bu yerda ularga endi follow up deydi, telefon qilishingiz kerak. Men masalan qiziquvdingiz, keluvdingiz, nima
qaror qabul qildingiz, shu yaqinda boshlanadi kursimiz desangiz, yo'q menga qimmat ekan, uzoq ekan deydi. Shunda siz o'ylashingiz kerak, qanaqa strategiya qilasiz qimmat ekan deganlar bilan ishlashingiz uchun, qanaqa strategiya qilasiz uzoq ekan deganlar bilan ishlashingiz uchun, qanaqa strategiya qilasiz menga bu kurs to'g'ri kelmas ekan deganlar. Ya'ni masalan kurs to'g'ri kelmaydi deganlarga boshqa kursni taklif qilishingiz mumkin, ularni yozib qo'yishingiz kerak. Qimmat ekan deganlarga balki qanaqadir vaqt skidka berishingiz mumkin, ularni alohida yozib qo'yishingiz kerak. Bularni hammasini qilish, masalan, programma platformalari bor, CRM sistemalar deydi. CRM sistemalarini qo'llash orqali siz mijozlarni maksimal darajada sotib olishga olib kelishingiz mumkin. Va shu qimmat deganlarga keyinchalik qanaqadir vaqt, masalan, bayram munosabati bilan yoki qisqa qanaqadir vaqtda skidka, ya'ni chegirma berishingiz mumkin. Chegirma orqali ularga telefon qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam email yuborasiz yoki Telegramga yozasiz. Aytasiz, siz qimmat degdingiz, mana hozir bizda skidkalar ketyapti, masalan 20%, 30% va chaqirasiz ularni. Demak, uzoq deganlarga masalan agar ularning oldida boshqa filial ochilsa, ularga murojaat qilishingiz mumkin. Shu orqali maksimal siz sotuvga konversiya qilasiz. Ya'ni har bir baronkangizda iloji boricha har ko'p odam shu sotib olishi kerak. Ya'ni bir qancha sotuvli etaplardan iborat. Bu etaplar haqida hali sxemalar haqida ham keyinchalik gaplashamiz. Bu sotuvlarning eng asosiy maqsadi siz ko'p sotishingiz uchun har bir etapda yaxshi konversiya qilishingiz kerak. Konversiya degani bitta etapdan boshqa etapga ko'proq odamni o'tkazishingiz kerak. Endi sotuvlarda ikki xil sotuv turi bor. Bittasi aktiv sotuvlar, ikkinchisi passiv sotuvlar. Aktiv sotuvlarda bu sizni sales menejerlaringiz shu telefon qilish, uchrashish orqali o'zi chiqib, masalan, mijoz siz to'g'risida o'ylamayotgan ham bo'lishi mumkin. O'zi chiqib sotadi va bunda sales sotuv menejerlari kerak bo'ladi yoki bo'lmasam sotuv agentlari kerak bo'ladi yoki bo'lmasam call center kerak bo'ladi yoki bo'lmasam passiv sotuv. Passiv sotuv bu nima? Siz marketing yoki katta reklama qilish orqali mijozlar o'zi sizga telefon qiladi va siz kelayotgan mijozlar bilan ishlaysiz. Masalan, sizni o'quv markazingiz, aytaylik, IT ga yoki kompyuterlarga o'rgatish o'quv markazingiz qanaqadir bir chorrahada joylashgan. U chorrahada odam ko'p o'tgani sababli ko'pchilik sizga kirishi mumkin-da, "Men shu o'quv markazinglar bilan qiziqyapman" deb o'zi kelishi mumkin. Bu degani passiv, ya'ni siz kelayotgan odamga bir xizmat ko'rsatasiz. Yoki bo'lmasam do'konlarni olaylik. Masalan, supermarketlar yoki bo'lmasam qanaqadir bir go'sht rastalarini olaylik. Bu yerda ham passiv savdo, ya'ni sizga kelayotgan mijoz, do'konga kelayotgan mijoz nimadir mahsulot olaman deb kelyapti. Unga mana shu mahsulotni olgin deb ishontirishingiz yoki sotishingiz kerak emas. Ko'p gap. Ular keladi, oladi, narsalarni olib, pul to'laydi, chiqib ketadi. Ya'ni bu yerda sizda passiv sotuv bo'lyapti. Aktiv sotuv bo'lsa, unda siz o'zingiz chiqasiz. Aktiv sotuvning narxi passiv sotuvga nisbatan ko'pincha qimmatroq bo'ladi. Nimaga? Chunki aktiv sotuvda mijoz hali tayyor emas va masalan 100 ta odamga chiqsangiz undan 3 ta 4 tasi olishi mumkin. Passiv sotuvda bo'lsa, sizga mijozni o'zi kelayotgani uchun bitta mijozni shu sotuvga konversiya qilish narxi ancha past bo'ladi va masalan 100 ta mijoz sizga do'konga kirsa, shu 100 ta mijozdan 90 tasi narsa sotib olib chiqib ketadi yoki 80 tasi narsa sotib olib chiqib ketadi. Bu degani passiv sotuvlarda marketing xarajatlari kattaroq bo'lishi mumkin, lekin konversiya xarajatlari, sotuv xarajatlari pastroq bo'ladi. Aktiv sotuvda marketing xarajatlari kamroq bo'lishi mumkin, lekin sotuv otdeliga bo'layotgan xarajatlar yuqori bo'ladi. Va bu yerda aktiv, lekin yana bir tomoni bor. Bizneslarda masalan passiv sotuv bilan shug'ullanuvchi bizneslar qanaqadir vaqtdan keyin passiv sotuv masalan berayotgan mijozlar soni bilan qoniqmaydi. Biznes tezroq o'smoqchi bo'lsa, passiv sotuvlarga qo'shimcha ravishda aktiv sotuvlarni ham qo'shadi. Va ikkalasini masalan birga olib borsangiz, gibrid qilib, masalan, faqat passiv sotuvlardan qoniqmasdan aktiv sotuvlarni ham qilishni o'rgansangiz, bunda sizning biznesingiz tezroq o'sadi. Chunki passiv sotuvlar faqat eshikdan kirib kelayotgan mijozlarga qarab qolgan bo'lasiz. Aktiv sotuvlarda bo'lsa, sizning harakatingizga qarab, qanchalik ko'p yaxshi ishlay olsangiz, shunchalik ko'p mijoz olasiz. Shuning uchun passiv sotuvlar haqida o'ylash yaxshi, lekin aktiv sotuvlar ustida ham ko'proq o'ylash kerak. Agar masalan joyingiz sizni
biznesingiz joyi masalan juda odamlar ko'p o'tuvchi, ko'rinuvchi joyda bo'lmasa, unda ko'proq aktiv sotuvlar qilishingiz kerak. Masalan, e'tibor berganmiz, qanaqadir ko'chaning yuzidagi kafe, restoranlarga mijozlar o'zi ko'rib ko'p kiradi. Ko'chaning ichida yoki bo'lmasam ko'rinmaydigan joyda bo'lganda kimdir chiqib masalan reklama qo'yadi yoki bo'lmasam kimdir mana shu kiringlar deb bir taklif qilib turadi yoki bo'lmasam har xil bir tadbirlar o'tkazishadi mijozlarni olib kelish uchun. Bu endi aktiv sotuvga o'tyapti. Chunki u joy ko'rinmagani uchun bu yerda passiv sotuv bo'lishi ehtimoli juda qiyin. Endi sotuvda bir qancha metrikalar bor, ya'ni o'lchovlar bor. Bu o'lchovlar sizni sotishingiz ko'rsatkichlari qanaqaligini bildiradi. Masalan, meni sotuv otdelim yaxshi ishlayaptimi deb so'rashingiz mumkin yoki men sotuv otdelim dan qoniqyapmanmi yoki bo'lmasam sotuv otdelim bundan yaxshiroq ishlashi mumkinmi? Oyma-oy sotuv otdelimni o'sishi bo'lyaptimi yoki tushishi bo'lyaptimi degan savol ixtiyoriy asoschi yoki direktorni qiziqtiradigan savol va buning uchun sotuv metrikalari bor. Bu metrikalarni o'lchovchi, masalan, buni Excelda ham o'lchasa bo'ladi yoki bo'lmasam bu narsani CRM sistemalariga o'lchasa bo'ladi. Bu haqda shu keyingi darsimiz asosiy biznesdagi KPI'lar, metrikalar va o'sha raqamlar haqidagi darsimizda to'liq gaplashamiz.